Men butun bir kontakt bir blogini yaratdim. Bu dinamik tanklarni kumulyativ oqimdan himoya qilish uchun mo'ljallangan. Do'stlar, bugungi soniya notanish chiqarish. Bugun kontakt bir dinamik himoyasi Panzerfaustga nemischa tandemli granatomyot, bu uni teshish uchun mo'ljallangan. Bugun biz haqiqatda uning bizning kontakt 1 ni teshib o'ta olish olmasligini tekshiramiz. Kontakt 1 bu ko'plab tanklarga o'rnatilgan birinchi dinamik himoya. Darvoqe, uni ukrainaliklar hatto Leopard, Abrams va hatto Challengerga ham qo'yishgan. Qani ketdik. Bu oqdir. Panzerfaust oson qolindi. Agar bizga parchalanish fugas ta'siri kerak bo'lsa, biz hech narsa qilmaymiz. Agar biz kumulyativ ta'sirini istasak, bunga oldingi zaryadni chiqarish kerak bo'ladi. Har bir zina sariq tusga ega bo'lishi kerak. Panzerfaust eng 230-400 metrga uchadi. Bu mening fikrimcha juda oz. Ammo boshqa maqsadlar uchun Javelin bor. Hozirda kadrlar bozori yaxshi kunlarni boshdan kechirmayapti, shuni aytib o'tish kerak. Masalan, bosh hisobchi lavozimi uchun malakali nomzodlar soni kamaydi. Ammo maoshga bo'lgan talablar hali ham o'sishda davom etmoqda. Tajribali va ishonchli mutaxassisni toping. U murakkab vaziyatda pand bermaydi. Qachongidan ham qiyinlashib bormoqda. Shunday qimmatli xodimni qayerdan izlash kerak deb so'raysiz. Qanday qilib uning malakasini tekshirish va uning ishonchligiga ishonch hosil qilish mumkin? Bu savollar ko'plab menga ham raqiblik qilish. Axir kompaniyaning moliyaviy sog'ligi uning barqarorligi va muvaffaqiyati negizidir. Bunday tekshirilmagan mutaxassisni yo'llaydigan ruletkada o'ynashga arziydimi? Yoki ishonchli ichimlarga sarmoya kiritganingiz ma'qulmi? Biz o'nlab turdagi qurolni amalda sinab ko'rdik va ishonchli qo'llab-quvvatlovchi kuch har doim g'alabaning kafolatidir. Biznes uchun ishonchli tayanch nima deb so'rasangiz? Rossiyadagi birinchi buxgalteriya konveyeri MacExpert. MacExpert bu Aleksandr Lyukovdan innovatsion yechim. Mac orqali buxgalteriya xodimlariga sarf xarajatlarni 80% gacha qisqartirish. O'zingizni professional kadrlarni izlash va yollashdan ozod qiling va shtatdagi buxgalterlarga qaramlikni yo'q qiling. Yuqori malakali mutaxassislar soliq organlari bilan sifatli aloqani yo'lga qo'yadilar va hisobingizni shaffof va xavfsiz qilishadi. Rossiyadagi birinchi buxgalteriya tashvishlari bo'lgan MacExpert kafolat. Siz o'z korxonangizni o'z ishining professionalga topshirayotganingizni bildiradi. To'liq moddiy javobgarlikni o'z zimmasiga oladi. Atigi 2500 rubl kelib, siz katta korporatsiyalar darajasidagi tayyor buxgalteriyani olasiz. 700 dan ortiq kompaniyalar o'z hisob-kitoblarini MacExpertga ishonib topshirdilar. Birinchi oila xizmat ko'rsatish har doim bepul. MacExpertga havolani tavsifda qoldiraman.